Qani, sekin og'diraveramiz. Aha. Tomga loy bosish shart emas do'stlar. Endi tomga, ya'ni yangilik bo'ladi. Tomga pena xizmati bo'ladi. Do'stlar, buni zo'r tomoni nimada desalaring, loydan 3 barobar yengil bo'ladi. Uyingizda tepla batareyasini zo'r qilib beradi. Cho'ntagingizga do'stlar ancha foyda bo'ladi. Ya'ni nima desa bo'ladi? Yozgi kunida do'stlar 1 millionlik konditsionerga pul to'lamaysiz, 500 minglik to'laysiz bo'ladi do'stlar. Issiq sovuqda ushaydi. Yozgi kunida uyingiz muzday bo'ladi, qishda bo'lsa issiq bo'ladi. Endi qaranglar buni do'stlar, zo'r tarafi usta chaqirish kerak, somon olish kerak, qamish olish kerak. Bunaqa narsa umuman kerak emas ekan. 5 santimetrligini 37 ming so'm, 7 santimetrligini 47 ming so'm, 10 santimetrligini 50 ming so'm O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatishyapti. Agar buni do'stlar uyingizga bostiradigan bo'lsangiz, do'stlar, loydan 3 barobar yengil, ya'ni tomingizda ortiqcha yuk turmaydi, ham akkuratni turadi. Pishiqligiga bitta e'tibor berib qo'yasizlar. Mana sakrasangiz ham do'stlar, mashina qattig'idan bo'ladi. Buni chirib ketadi, to'sinni chiritib yuboradi deydiganlarga do'stlar, Rossiya mahsuloti, Izospan mahsulotidan tagiga solib turib do'stlar foydalanishyapti. To'siningiz chirimaydi, ya'ni bu havo o'tkazadi. Penada suvni pastga o'tkazib yuboradi, penani o'zi qoladi xolos. Havo aylanganini hisobiga to'sinlaringizga hech narsa qilmaydi. Bu do'stlar ruloni 350 ming so'm 60 kvadrat ketar ekan, bu addenning narx bo'ladi. Kim uyini do'stlar xuddi mashina qilib penalonbozdan foydalanmoqchi bo'lsa, video pastda nomerlarni qoldiramiz. Aloqaga chiqadigan bo'lsalar, chiroyli holatda qilib berishadi. Sog' bo'linglar.